Nomus qilsang-chi, xuddi bir odamga oshni bo'lishdi. Ne bir gap qilay. Siz opam bilan ko'rishma. Dog'dog'ni to'yingizni qilib berma degan tozg'o. Menda otdi gap qilay. Men nada unutdim sizga? Ne daşta dedi? Aldam sizden beni ya. Nimiş beni aldaysız. Yapılan nimiş beni aldaysız. Hiç mamam sen. Şimdi uzak akmak oldum. Nabi bilan bir narsa deyishib qoldinglarmi? Nabi meni shunday qilib qo'ydi nigor. Sig'ilma. Zoda nima ish bo'ldi? Adash Nabini ayoli bor. Nima? O sen bilan to'y qilmoqchi bo'lganda qanday bo'lib ayoli bor ekan? Bilmayman nigor. Bugun ayolni boshlab kelibdi. Ayağımı aldın benim donum askısıyla oldu diye dedi. Ben neyimine günah kıldım, ben neyimine hata kıldım ne bakar Nigar. Sıkılma. Men zada o'ylagan başla. Axir o'ylaganimdek chiqdi. Optarak hisoblashmasam bu mug'day kezmadim. Adep. Açığın g'oyiba. Hozir uni hisoblashadigan vaqt emas. Sen vaqt chiqarib ko'proq sanamga g'amxo'rlik qil. Bir hisobda bo'lmi? Sana kelgan bir yaxshi fursatdir. Biroq nima biroq? Hozir sanamga-chu pek yaqinlab ketaman. Hozir yolg'izlikqa muhtoj. Pek uning ko'ziga kirmanma. Ondan pek yiroqlabmi ketma. Sen ya ayol kishi olmasan. Bu ishlarni ajab to'liq tushundik ekansan. Men ayol kishi emas emish. Lekin ayni vaqtda meni bir tashlab ketgan. Bu hissiyotni to'liq tushunaman. Senin bir aram qildim.
Vay, Zeynep yaxşımı? Ha, voy ay qiz, qanaqa ahvolingiz? O'zingiz yaxshi turamisiz? Voy, bek yaxshi turdim. Rahmat ahvol so'rag'iningizga. Ha, biz bugungi choyga qanaqa qilamiz? Ha? Bugun nima ish qilganda qancha qo'yamiz? Voy, bugungi maslahat choyga-chu. Voy, esim qursin, unutib qoptiman. Sizning qancha pul qo'ysak bo'lar? Sizga maslahat qilmoqchidim, 500 ko'y qo'ysak bo'larmi? Andaq bo'lsa, qarang. O'g'il to'yib olgandan keyin 500 ko'ydan qo'yaylikmi? Bo'ldi. 500 ko'y bo'lsin hamsa. Hamsini ko'rishamdi? Ma'qul. Sen turib shu yerda ko'rishaylik. Ma'qul. Hay adam, nera o'tirma. Ben akını bəgən 1000 koyuniki 600 koyunu berin ha. Siz bulun. Yoy bayamlam 500 koyunun gibi kıvat tutanlarga. Ben degen kim o? Ben degen şu siz müdürden ayalı. Şunaq bolğandan keyin başqalardan farqlanmasa bolmaz. Ay kız uqib qalsa satpamam da. Uqmaydı. Uyay. Acaba köngül bilib ketdiniz ha? İçiniz ağrıp attam da. Voy gaqimidim. Tezroq bunaqa aldirayman. Voy bunaqa tez. Mana. Aldırğanda cep misildab. Maqlamsan, men maldım ha? Çıraylı hamımız cem boptuk. Sizlerni Nansen Yido Ali Mihmansarayga çakırışımdaki maksat aşı şehirnin varançırınlarından halibi tağının sap havasıdan nefes ağaç oğlumdan toyu okup kandım. Şunun ganda kasınlarını maslahat veren. Mübarek olsun. Rahmet. Toy Muşu ayının 6. günüge yer şari restoranıga bekittik. Şunun gamda qalsаңlar, köpni kögen, aş oğlumның toyunu bir yaxşı qilish üçün bir hemdemde bolsаңlar, toydan keyin hammaning arqын chiqirma. Rahmet, ağır bopsiz, çıraq taslansansiz. Zeynep, siz burunqideklam yaş çırayliq turibsiz-jimi? Voy, rahmet. Biz qerib ketibdikmi? Yo'q, sizmi shunday chirayliq turibsiz. Sizmi chirayliq turibsiz. Aras Göher, sizning o'g'lingiz nima kasb bilan shug'ullanyapti?
Oğlum bir şirket açkan öz aldığa. Şunun öz şu işler bilen meşgul. Ha, menimga yaxshi. Ba ay qiz ikimizga qaraganda siz ko'p baxtli ekansiz, jinim. Mana hozir o'g'lingizning to'yi qopapsiz. Atigan hayot etikchilab ma'riflik bo'lasiz. Sizga rasla havas qilaman jimu. Rahmat. Voy bu ishlarning vaqt soat to'ysi birdamchilikishgan. Voy sizlarga oz qoldi. Hay, bizga malikini deysiz. Aras, voy ay qizning ish bitib qoldi. Ular to'yga tayyorlik qilyapti. Mübarek olsun. Shundaqmi? Mübarek olsun dimda yaxshi. Ajab yaxshi. Ay qiz, bugun kayfiyatingiz nasıl? Yaxshi emasmi? Yo'q, yaxshi kayfiyat. Unda asqini be. Oy, hozir bag'om ay qizning kayfiyati hammamiznikidan bek yaxshi. Chunki uning bo'g'iz kuyog'il degancha shundaqmi bir iqtidorliq, shunda kelishgan, shundaq pullar. Shundaq emasmi? Bir ay qiz, agar qizingizning to'y bo'lib qolsa, bag'o biz hamma do'stlar berib, mush to'y deganni qiz deb to'yda toz o'ynaymiz, ha? Shundaqmi? Shundaqmi do'stlar? Ha? Zeynep, siz toz puxadan chiqib oldingiz, ha? Siz meni o'ng'aysiz holatga tushirib, shundaq bir xo'shal bo'lmoqchi. Shundaqmi? Ha? Bu men sizni qanday o'ng'aysiz ahvolga tushirib qo'ydim? Qanday osal qilganingizni o'zingiz bilasiz. Senamning loyiqini, bog'lig'ini anglablam, shundaq chidayolmay qolgandingiz. Ma'qul. Men mush do'stlarimning, xizmatdoshlarimning hammasining oldida sizni bir xo'shal qilib o'tay. Toz puxadan bir chiqib eling. Senam loyiqidan ayrilib ketdi. Ular adajada bo'lib ketdi. Bu to'yni-chi qilolmaydigan bo'ldim. Toz qo'shilgansiz. Bozchu qaqaqlab kulib, bütün alemning oldida o'zingizning qanchalik xo'shal bo'lganligingizni bir ifodalab eling. Voy, siz nima bilan deb ketdingiz? Bu ular qachon ayrilib ketdi? Men rostini bilmaydi ekanman, jimo. Bilmaymişdi ki. Nigar sizga demay qolama? Nigar menga faqatlam deb boqmadi. Oy, men rostini bilmaydi ekanman. Oy, nimaga vaqiraysiz? Bak vaqirğınız kep ketsi vaqo, cho'ng bozorning munarasining tepsiga chiqib vaqirang. Shu vaqtda puxadan chiqsiz, texmi xo'sh bo'lasiz. Hoy, bo'ldi, men ketdim. Oy, ay qiz. Hey, ay qiz to'xtama. Sat oldi ya. Men chiqib baqay, ha. Kechirma, kechirma. Sat bo'ldi. Ay qiz to'xtama. Ay qiz. Voy. Ay qiz to'xtama, voy to'xtama. Voy ja, ay qiz. Voy qarang, men rostini bilmaydi ekanman. Voy men bilsam ashta qilamdimi, ashta gap qilamdimi? Bilmaydi ekan siz de bilmaymiş. Voy rostlam. Voy bo'lmasa men sizga, sanamga havas qilib so'zlab ketamdim. Ay qiz qarang, voy mening haqiqiy samimiy maqtaqanimga rost ishonmamsiz? İşenamdim. Qandaq işinayman? Qandaq işinaman? Bo'ldi qiling, bo'ldi. Sizchi meni aramanga qo'ying, bo'ldi. Ay to'xtab turing, ay qiz. Nega borsiz? Mening nega berishim sizning nima qaringiz? Bu ay qiz. Ay qiz qarang. Voy nim bo'ldi? Men faqat agishvaman dedim-ku. Bo'ldi qiling. Men sizni ansirab qoldim. Kechikdingiz qarang. Ha bo'ldi. Mendan ansirmang. Menga agishvaman, chunki bo'ldi. Ay qiz. Siz Nigar degan. Dada, apamning yo'q vaqtidan foydalanib sizga odam va tabiatni qo'yib beraymi?
Acayip yakışıklı kızınız kızım. Kaççıda koyamam. Hele apanız gelse hiç kimini gözetmeydi. Hem akıl. Apa geldiniz mi? He. Apa bir ish bo'lmaganda kayfiyatingiz faqat yaxshi emas-ku. Hammani qilgan sen. Ha? Men? Men nim qiptiman. Kızım, emdi nöbet sizga yaxshaydi. Dadınızdan tatqan derdini sizin bilip qaldığımdınız kızım. Voy bir jim o'tiring ha. Aytay Nigar. Sen sanamning yigiti bilan ayrılib ketgan ishni nim deb manga demaysan, ha? Ha. Voy apa. Bu gap bilan sizlarga aytib nim qilman, sizlar bilan ham munosib bo'lmasa. Ha. Bugun bag'o obdan munosib bo'ldi. Bilamsan? Bugun choyda bag'o men texi shu sanamning yigitini maqtab, zodi bulanmay ketibdiman. Bir vaqt o'g'ad ay qiz, ha, siz sanamning ayrılib ketganini bilib turib, qasdan mening yaramni tatildingiz. Ha? Shu siz qasdan meni boshqalarning oldida tushirdingiz deb zod azalab ketdi. Uy, ya men uning ayrılib ketganini ben bilmasam. Shu men uni kechirim so'rsam, unim anlamay ketib qoldi. Uy, qara, men endi qanday qilaman Nigar? Men yo qasdan qilmasam bu ishni. Voy ularni shunday yaxshi o'tyotdi, datatdi-ku. Teği to'y qildi-ki deb anglaganman. O'g'il shundoq dedi dada. Lekin Nabiy degancha aldamchi eski bola ekan. Uning ayoli bor turib sanam bilan aralashib yuribdi. Nima? Ayoli va? Voy, tek ayoli bormikan? Ha. Necha kunning oldida sanam ishlaydigan doktorxonaga Nabiy degan bolaning ayoli ishkis bildi berib, ay sanamni tillab, hatto sanam qo'l tekkizibdi. Qo'l tekkizibdi? Voy. Ey, nimandaq nomard nima bu? Voy, shundaymi? Bichara sanam nim bo'lib ketgandi o. Nimandaq nachar odam o. Ular aralashqili 3 yildek bo'lgandi. Sanam davomli bizni u baliq tunishtirmadi desa o'zini ep qochidi. Hatto ayqiz odamning qishiq salom kirib qo'ying desin faqat yaqin kelgili unimigan. Uning ustiga sanamdan menga deb berishcha u Voy, o keling chaynamay bir chaqan degina. Bunday emas. Nim bo'ldi endi-ken? u bolalar ikkisi tomoq yeb o'ltasa tunmaydigan boshqa birisi kirib, "Ay Sodir, pulimni qachon qaytarsa, ishimni qachon hal qilsa" deb yoqsiga islab urushib ketibdimish. Undaqda. Aldamchi ekan bu, aldamchi. Aldamchi ekan. Shuni olanchi. Taxi ucu yilqi men chattallar savdo qilaman deb boy qiyofat kirib olgan bilan bog'u amaliyotda sanamning maosh kartini pishirtdi. Voy, saxtipaz aldamchi. Bu saxtipaz ekan teği bu. Uyey. Ay sanamni shuncha uzun aralashib, uning ashundaq nachar odamligini ajab bilmabdi. Shundaymi? Sanamda sodda oq ko'ngil bo'lg'achqa, abal sanamni oldi olgan gap dada. Uyey, bu ablah bor-ku. Boshqalarning pul menni oldigan bilan bichara sanamning hissiyotini depsandi qitlamasmi? Bichora sanamning necha kun yo'q kayfiyat faqat yaxshi emas. Bichara. Bu ishni va bundan bo'lib qilsak bo'lmaydi. Bu aldamchi tegishli jazosini tortish kerak. Voy, siz nima demoqchi odam? Dada, bu ish allaqachon tugidi, bo'ldi biz aralashmaylik. Yo'q qizim, bu ishni mundal bo'lib qilsak bo'lmaydi. Bo'lmasa u aldamchi yana talay qizlarni aldaydi. Men soqchixonaga kirib deyman bu gapni.